Bosh to'lovsiz mashina xarid qilmoqchimisiz? Unda shu videoni oxirigacha ko'ring. Ko'chada xayol surib ketayotgan Jo'shqinbek avtosalonga ko'zi tushib qoldi. Cherry rohat ada emasdi. Anchadan beri bosh to'lovsiz avtomobil xarid qilmoqchi edi va Cherry rohatdan boshlang'ich to'lovsiz avtomobil xarid qilish uchun menejerga yuzlandi. U bilan so'rashib, hol-ahvolini so'ragandan keyin u qanaqa bu yo'lga kelib qolganini unga tushuntirib berdi. Undan so'ng bosh to'lovsiz avtomobil olmoqchiligini aytganda menejer unga katta qilib oylik to'lovlarini hisoblab berdi. Va Jo'shqinbekning kayfiyati juda ham tushib ketib, hech qanaqa pulim yo'q edi deb grafik ma'lumotlarini olgandan keyin asabiylashgan holatda avtosalondan chiqib ketdi. Va oradan ko'p vaqt o'tmay Jo'shqinbek juda ham xursand holatda gerdayib avtosalonga kirib keladi va bosh to'lov uchun 50% topgani foizsiz muddatli to'lovga avtomobil olmoqchiligini menejerga tushuntiradi va menejer barchasini rasmiylashtirib unga Jo'shqinbek alohida mavzu. Cherry rohat ada emasdirda 30% dan boshlab to'lovlarni amalga oshirib, 1 yildan 3 yilgacha foizsiz o'zini pulini bo'lib to'lashga Cherry modellarini xarid qilsanglar bo'ladi. Kommentariyada plus belgisini qoldiring yoki avtosalonga tashrif buyuring. Cherry rohat ada emasdir. Doimo siz bilan.